Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, Umid Uz kanalimizda ashaddiy muxlislar. Bugun sizlarga Oltiariqimizda bo'lib o'tgan yangiliklar haqida aytib o'tamiz. Xo'p, agro sohaga qiziqadigan bizning kanalimizga yangilik sifatida, ya'ni Oltiariqimizda yangi Ali Baraka do'koni ochildi. Ali Barakani bilasizlar, issiqxona yo'nalishi bo'yicha barcha jihozlarni sizlarga yetkazib berish va birinchi qo'l hisobida arzon narxlarda sotuvga qo'ygan mahsulotlarimiz. Xo'p, bugun sizlarga mana shu ichkariga kiramiz. Ali Baraka firmasida ishlab chiqarilgan, bundan tashqari Yevropadan keltirilgan barcha jihozlarni sizlarga tanishtirib, imkon qadar narx-navolarni aytishga harakat qilamiz. Video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram, WhatsApplardan kerakli mahsulotlarni kataligini ko'rgan holatda buyurtma berishingiz ham mumkin bo'ladi. Hamkorlarni ham chorlab qolamiz. Salomat bo'linglar. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Ali Baraka ikkinchi do'konini ochib, ish faoliyatini boshladi. Manzil Oltiariq sentrdan Rishtonga qarab yurishda, chap qo'lda 2 etajlik zdaniya. Aziz obunachilar, mana ochilish marosimini ham yakunlab oldik. Pastda o'sha stullarimizni yig'ishtirish jarayoni bo'lyapti. Vaqtdan unumli foydalangan holatda hozir mana ikkinchi etajdagi sklatimizdan mana shu Ali Baraka do'konimizda faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan Asadbek ukamiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Mizon aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamang. Avvalambor do'konlar muborak bo'lsin. Oltiariqimizda mana shunaqangi bir katta, arzon va sifatli tovar sotadigan Ali Baraka do'koni shu yerga tashkil bo'lgandan nihoyatda xursandmiz. Rahmat. O'zimiz mana siz ham Oltiariqlisiz, biz ham Oltiariqlik bilamiz. Oltiariqda nihoyatda dehqonchilik, bog'dorchilik yo'nalishida insonlar ko'p. Bu aynan joyiga ochilgan do'kon deb o'ylayman. Bu yerdagi mahsulotlarimiz bilan qanaqangi mahsulotlarimiz va qanaqangi narxlarda imkon qadar? Mizon aka, biz do'konimiz asosan issiqxona sohasiga mo'ljallangan bo'lib, issiqxonaga ishlaydigan aksessuarlar, tomchilab sug'arish, sovutish sistemasi, isitish sistemasi, keyin teplitsa uchun ishlaydigan, zaynamaydigan simlar, Xitoy davlati ishlab chiqarilgan, hozirgi kunda eng talab kuchayib borayotgan leska mahsulotlari, teplitsa uchun ishlaydigan asosiy mahsulot salafon mahsulotlari, Xitoy davlati ishlab chiqarilgan, Koreya, Turkiya va o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan hamma sifatli salafon mahsulotlari o'zimizda bor. Ya'ni birinchi qo'l. Birinchi qo'l optim narxlarda. Optim narxlarda. Bilamiz Ali Barakani mana kabelni ishlanglari, zajimlari O'zbekistonda mashhur. Chunki Ali Baraka brendi ostida ishlab chiqarilgan barcha mahsulot borki, sifatliligi o'z isbotini topganda. Hozirda mana necha xil turdagi bitta kabelnilarimiz bor. Xo'sh. Kabelni ishlaklarimizda 5 xildan ortig'i bor. Xitoy davlati ishlab chiqarilgan, Turkiya, Eron, Koreya, keyin Ali Baraka brendi ostida ishlab chiqarilyapti turgan o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan kabelni ishlanlarimiz ham bor. Hozirgi kunda kabelni ishlanlariga ketadigan barcha aksessuarlarimiz bor. Qo'shimcha krani, sannigi, probkasi, hamma aksessuarlari bor. Yomg'irlatib sug'arishda ham aksessuarlari bor. Yaxshi, endi mana bu Aruyaga kelsak. Ko'pchilik Aruya deydi buni. Bu asosan teplitsani sovutish sistemasiga ishlaydi bu. Sovutish sistemasiga. Buni materiali asosan bambukdan tayyorlanadi. Tepasi laklangan bo'ladi. Suv yuqmaydi. Suv yuqmas. Ko'p yillar davomida dehqonlarimizga, teplitsalarga xizmat ko'rsatadi. Bu ham Xitoy davlati ishlab chiqarilgan. Buni ham har xil turdagi razmerlari bor. Har xil razmerlari bor. Qalinligi 10, 15, 20, balandligi 1 metrdan tortib 2,5 metrgacha hamma razmeri bor. Bu yerdan endi sekin o'tib olamiz. Bu yonimizda to'siqchi yo'q ekan. Endi xohlasa keyingi safar kelishimizga bu yerga bunday ограждение qilib qo'yasiz. Yana tushib ketib reklamamiz qimmat bo'lib qolmasin. Xo'p, endi mana shu sovutish sistemasiga komplekt holatda bu ventilyatorlarimiz. Bu ventilyatorlarimiz ham Xitoy davlati ishlab chiqarilgan. Xo'sh, razmerlari 50-50 sm dan tortib eng kattasi 1.40 ga 1.40 razmergacha bor. Bular 220 ga keyin 3 fazaga ham ishlaydigan razmerlar nimalari bor. Demak, holatdan kelib chiqqan holatda 200, 220 yoki 380 gacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, endi qarang, bu yerda Ali Baraka do'koni ochilgani munosabati bilan yoki mana shu joyda katta bir baza tashkil bo'lgani bilan baribir narx-navo farq bo'ladi. Ko'chadan ko'ra demak bemalol bu yerga odamlarni jalb qilsak bo'ladimi? Narx-navo yengilmi? Bizda do'konimizga kelib, Jon aka, bir dona ventilyator olgan odam ham, shu optim narxga olgan odam ham, o'sha eng sotishga olgan odam ham o'sha optim narxda olaveradi bemalol. Demak, donaga ham, optimga ham bir xil narxda. Tushunarli. Xo'p, endi bu isitish sistemasiga
ya'ni o'sha kotyollarga qo'shimcha tarzda radiatorlar. Bular o'sha issiqxonalarga qo'yiladigan radiatorlar. Bular katyol orqali ishlaydi. Orqalari. Bularda taymerlari bor. Hamma yo'g'i datchiklari, suv gradusini o'lchaydigan, keyin teplitsani ichidagi gradus o'zini qo'yilgan gradusiga issiqlik yetib kelganda avtomatik tarzda o'chadi buni motorlari. Xo'sh, materiali ichki tomoni latundan tayyorlangan bo'ladi. Xo'sh, ventilyator sistema bilan jihozlangan. Keyin Umidjon aka, bu mahsulotlarimizni o'zining korobkasining ichidan hamma aksesuarlari chiqadi. Ikkita shlangi, ikkita krani, ikkita ulaydigan nuftasi. Keyin xaridorlarimizga eslatib o'tamiz. Buni ikki xili bor. Xo'sh, bu mahsulotimiz shuni birga bir holat ishlangani 8 kilo vesi bo'ladi. Motorida, datchiga, ventilyatori, latunlarida deyarli hamma narsasida farqi bor. Farqi bor ekan. Bularimiz ham 100 volt tokda ishlaydi, 220 rozetka suqsa ishlaydi bemalol. Narxida deyarli anchagina farqi bor. Qaysi biri endi sifatligi, qaysi birini tavsiya qilamiz? Xo'sh, bunisi dehqonlarimiz orasida 10 kilolik radiator deb ataladi. Bu 10 kilolik radiatorimiz eng sifatligi shu. 1 sotik joygacha 1 sotik hududda bemalol isitib beradi. Bitta radiatorimiz demak 1 sotikka bitta mo'ljallangan. Orqasi bilan ko'rsatsak, buni farqlash osonroq bo'ladi. Ikkalasini orqa tomonida anchagina farq bor. O'zi 1 sotikka bitta qo'yiladigan bo'lsa, demak 10 sotikli issiqxonaga 10 ta qo'yadigan bo'lsak, o'sha katyoldagi issiqlikni necha foizga ko'tarib beradi bu? Bu issiqlikni ventilyator orqali haydaganni, uzatgani sababli katyoldagi turbamiz ko'mir rasxodini, misol 1 tonna ko'mir rasxod qiladigan joyda 1 soat isitsa, bu xuddi o'shancha 10 sotik joyda bu 20 minut, 15 minut ichida aytilgan gradusga olib chiqadi. Chiqib beradi. Chunki bu o'zini ventilyatori bilan shuni ichidagi issiq havoni haydab bergani uchun tezroq isitadi. Keyin dehqonlarimizga eng asosiy foydali tomoni, qishki kunida dehqonchilik qilganda teplitsani ichida namgarchilik ko'payib ketmaydi. Ham havo aylanishini yaxshilaydi. Havo aylanish sirkulyatsiyani yaxshilab beradi. Tushunarli. Bularning narx-navosi. Xo'sh, bu ventilyatorlarimiz, xo'sh, Optimga ham, Donaga ham, xo'sh, $78 qilib beramiz. Xo'sh, bularimizni xo'sh, $90 qilib beramiz. Ko'proq odam mayli kelishtirib, sizning nomingizdan kelgan odamga yana ham kelishtirib beramiz. Demak, Umid.uz kanalidan keladigan bo'lsak, $90 dan ham pastga tushadi. O'zi aslida ko'pchilik biladi, buni ko'p joyda do'konlarda $100. $100. Hamma do'konlarda deyarli hammasida bilga chiqqan narxi $100. Demak, haqiqatdan ham katta bazaligi mana shu joydan ma'lum, ya'ni birinchi qo'l, haqiqatdan ham birinchi bo'lib shu yerga yuk kelganligi uchun ham o'sha eng arzon narxlarda sotilyapti. Bu bugungi chislomiz 18-sentyabrga sana bo'yichagi narx-navolar. Bilasizlar, chet eldan keltiradigan barcha mahsulotlar dollarda o'ynashini hisobiga narx-navo o'ynab turishi mumkin. Imkon qadar teza bu yerdan videolar chiqarib turamiz. Imkon bo'lsa o'sha haftasiga yoki 3-4 kun oralatib yangi videolar qo'yib turadigan bo'lsak, narx-navoni bemalol o'zgarganini sezib turishadi. Demak, plyonkalarning narxini bilamiz, qanaqangi pyonka borligini tushuntirib beramiz. Tushuntirib beramiz. Ketdi. Demak, Asadbek, bu yerdagi plyonkalar haqida endi ma'lumot beramiz. Yengil, necha xil turdagi va necha metrgacha bo'lgan plyonkalarimiz bor? Xo'sh, Umidjon aka, bizda Ali Baraka savdo markazimizda xo'sh, Xitoy davlati ishlab chiqarilgan, Koreya, Turkiya va O'zbekistonda ishlab chiqarilgan S+ degan sifatli salafanlar bor. Ularda eni 1 metrdan tortib 20 metrgacha, qalinliklari xo'sh 0.15 mikrondan 1.5 mikrongacha bo'lgan salafanlarimiz bor. Bularning turlari 50 dan ortiq bo'lib ketadi. 50 dan ortiq. Bu yerda ko'proq hozir ko'kimtirroq bor ekan. Bular hozir mana shu turgan joyimizdagi salafanlar hammasi Xitoy davlati ishlab chiqarilgan salafanlar. Bu salafanlarga Jon aka, o'zimizda Ali Baraka brendimiz yozilgan. Ali Baraka brendimiz yozilgan. Xo'sh, qalinliklari xo'sh 0.5 mikrondan 0.1 mikrongacha bor. Dehqonlarimizga yetib o'tish kerak. Hozirgi kunda eng kamyob bo'lgan Xitoy davlati ishlab chiqarilgan salafanlarda eni 12,5 va 13 metrlilarni ham olib kelib qo'yganmiz. Demak, bor shunaqa razmerdagilar. Noyob bo'lgan razmerlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Dehqonlarimizga qulaylik qilish uchun. Demak, aziz obunachilar, Oltiariq hududida juda ko'p turdagi do'konlar bor. Ya'ni plyonka sotadigan, shunaqangi issiqxona yo'nalishida shug'ullanadigan akalarimiz bor. Hamkorlikka ham chorlaymiz.
bemalol kelib bu yerdan o'sha optim tarzda mahsulot olishlari ham mumkin va o'sha aytib o'tganimizdek donaga ham optim tarzda ham bir xil narxlarda bu yerdan xarid qilish imkoniyatlari bor. Plyonkalarimizni narx-navolarini aytib o'tamizmi yo bu ham o'zgaruvchami? Yo'q, bugungi sana bo'yicha aytib o'tamiz. Dehqonlarimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan o'zimizda mesniy salafan deyiladi. Dehqonlar orasida bu salafanlar rangi ko'ki bor, ikkinchi sort. Shularda eng sifatlilari narxi 13200 so'm. Demak, bugungi chislomiz 18-sentyabr. 18-sentябrdagi narxlari 13200 so'm. Xo'sh, o'zimizda Eron Siriyada ishlab chiqarilgan oqtiniq yaxshi salafanlarimiz bor. Asosan Termizga, keyin uyga ro'zg'orga ishlatgan u salafanlarimiz narxlari 17,5 ming so'm bo'lyapti. Xo'sh, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan eni 8 metrdan 20 metrgacha bo'lgan salafanlarimiz narxi bugungi kundagi narxi xo'sh 27,5 ming so'm kilosi. Endi asosan issiqxonaga. Ha, issiqxona salafanlari kilosi 27 ming so'm. Xitoy davlati ishlab chiqarilgan salafanlarimiz narxi xo'sh 32 mingdan 32,5 minggacha o'ynab turibdi bular. Endi buning ichida hozir shu 32 ming 32,5 ming ichida Xitoy, Koreya, Turkiya salafanlari ham shu narxga kirib ketadi. Faqat metrini aytib o'tsangiz eniga. Eni 8 metrdan 16 metrgacha, qalinligi 0,5 mikrondan 1,5 mikrongacha bor. Endi biz hozir aytgan narxlarimiz kilodagi narxlari. Kelgan xaridor 0,5 mikron olsa ham, 0,1 mikron olsa ham xuddi o'sha 32,5 mingdan taroziga qo'yib beramiz. Xolasa metrga savdo qilamiz. Eng optim narxlarda, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Demak, aziz obunachilar, ko'rib turganimizdek bu yerda o'sha aytib o'tishgandek razmeriga, eniga o'sha defitsit bo'lgan plyonkalarimizni ham olib kelib qo'yishgan ekan, bemalol kelib o'zingizning issiqxonangizga yoki bir parningizga enini aytgan holatda barcha mahsulotlarni topish imkoniyati bor. Bundan tashqari o'sha zajimlar bu plyonkaga qo'shimcha aksessuarlar, shurup, hamma aksessuarlari bor. Hamma yo'q bor. Kelgan dehqonlarimiz ishini albatta bitirib chiqaramiz. Bu hozir ko'rib turgan joyimiz baza va old tomonda, ya'ni yo'lning yuzida o'sha aksessuarlar joylashgan do'konlarimiz ham bor. Buni kadr davomida qo'yib o'tamiz. Asadbek, sizga ham kattakon rahmat. Rahmat, Umtaga. Mana Oltiariqda ekan, yo'l-yo'lakay qachon bo'lsa tushib, obunachilarimiz uchun narx-navolarni yangilab, yangi mahsulotlarni ko'rsatib boramiz. Bo'ldi, akajon. Salomat bo'ling. Aziz obunachilar, video davomida chiqqan nomerlarga bemalol aloqaga chiqinglar. Layklar esdan chiqmasin, salomat bo'linglar. Rahmat hammalarga. Demak, aziz obunachilar, bir so'z bilan aytganda Ali baraka, Oltiariqda.